Assalomu alaykum suyimli bolalarım. Men bugun yana sizlarga qolgan harflarni o'tib berma. Biz o'tgan soat A bilan A'ni o'tdik. A bilan A'ni o'xshashlar 4 a'zosi bor. Bular so'ziq tovushqa tava. Undan keyin bularning harf qurilmalari va ularning botir a'zolari va qo'qonchoq a'zolari bilan tanishib chiqdik. Endi bu soat o'tadiganimiz ya'ni T harfi ya. T harfining A'ga o'xshash 4 a'zosi bor. Undan keyin bu T harfi lekin uzuk tovushqa tava. Ya'ni masalan A'dagi A'ni talaffuz qilsak, A'ni so'zib aytdik, T uzib chiqdi ya. At deb yiqinglarchi o'zinglarmi? Anadan keyin bu T ya'ni so'ziq tovushqa tava, uning a'zolari yana o'xshashlar 4 a'zosi bor. Ya'ni bosh T. Buning harf qurilmasi yana bosh kirik. Bosh odam mushta yozgandik, lekin ustida jup chekit bor. Yani o'xshashlar o'ng tarafdan boshlaymiz. Buni sol tarafda qo'li bor. Yani bu qandoq so'z yozadiki ko'rib baqamdiq. Yani T bilan boshlangan qandoq so'zlarni bilsizlar? Bizlar o'ylab yiqinglarchi. Yani qaranglar. Bosh T bilan boshlangan toshqan. Toshqan degan xatda yani bosh T bor. O harfining qo'lini tutibdi, ya'ni oxiri uning qo'lini tutib toshqan qilib so'z yasabdi. Yana buni biz o'rgangan qaysi harflar bor? Yana biz A bilan A'ni o'tgandik. Toshqan deb talaffuz qilib yiqinglar. Buningda A bormi, yo'qmi? Bor. Ya'ni toshqan dedik. Ya'ni bu yerda oxir A bor. Oxir A va oldidagi harfning qo'lini tutib toshqan deb xat yozibdi. Endi T'ning ikkinchi a'zosi o'ttir T. O'ttir T'ning ikki tarafda qo'li bor. Bu o'ttir T baq qo'qanchoq T. Uning o'ng va sol tarafda ikki qo'li bor. Masalan, qaranglar. Kirdik, buning harf qurilmasi. Ya'ni bir kirdik va ustida jupchikit bor. Jupchikit bor va ikkita chekit desanglar bo'ldi. Odatda ikki kelgan narsani biz jup deymiz degan to'qa. Masalan, jupchikit. Yana ikkita oyog'imiz bor, uni jup oyoq deymiz. Ya'ni nimalarni bilasizlar? Masalan, bir jup ko'z, bir jup quloq degandek. Andan keyin masalan, o'ttir T'ning so'z yozig'ini ko'rib baqamdiq. Yani Parijda, yani Fransiyada qaysi uchar qanot bekchi yo'llarda uchirdingizlar? Yani kattani bekchi uchirdimiz yo'llarda maqam vaqtimizda. Bu kattar deganda o'ttir T ekan. Bu o'ttir T yana qaysi? Ma yani P va A'ni qo'lini tutib ketdi va kattar bo'ldi. Buni ikki tarafida qo'li bor. T'ning baq qo'rqanchoq a'zosi bu. Kattar yana o'ttir T. Buni o'ttir T deymiz. Endi uchinchi a'zosi. Uchinchi a'zosi oxir T. Oxir T'ning o'ng tarafda qo'li bor. Masalan, bosh T'ning qaysi tarafda qo'li bor? Bosh T'ning sol tarafda qo'li bor. Oxir T'ning o'ng tarafda qo'li bor ekan. Bu oxir T'ning harf qurilmasi bilan tanishib chiqaylikmi? Bir tal kiritdik.
Ondan keyin seyirme. Tüz seyirme. Seyirme. Yani tüz seyirme. Mesela ma bo'lsa seyirme bo'ladi. Mesela seyirme. Bu T'dikichu. Tüz kelgan seyirme. Bilan qo'shib biz baqaylichu. Yani o'ng tarafdan boshlaymiz. Bir dal kirdik va seyirme. Ondan keyin ustida jup chekit bor. Uni o'ng tarafda quluba, sol tarafda quluba arkadaşlarning qo'lini tutib so'z yasaydi va. Masalan, qaranglar. Dengizda yashaydigan, ya'ni dengiz okeanlarda yashaydigan noydi cho'ng bir hayvon bor. Uni bilamsizlar? Minochi tepildinglar, o kit. Kit degan kitning yana ismida yana oxir teba, qaranglar. Buningda oxir teba. U sol tarafida qo'li bor arkadaşning qo'lini tutib so'z yasaydi va. Masalan, oxir tening o'ng tarafda qo'li bor, yana sol tarafda qo'li bor arkadaş bilan so'z yasab kit deb so'z xatni yozdi va. Endi oxirgi harfimiz oxir te. Oxir te, oxir yolg'iz te. Kechiringlar. Yolg'iz tening qo'li bormi, yo'qmi? Yolg'iz tening qo'li yo'q, lekin arkadaşlarning yonida turib ham so'z yasaydi va. Masalan, burun o'tgan, ya'ni arifini o'tgan vaqtimizda esinglardimi? Yani baş A'nın qo'li bormi, yo'qmi? Yo'qdi. Onun yolg'iz tening qo'li yo'q. Lekin bu ishga arkadaş bir-birisining yonida yaqin turib so'z yasab, at degan so'zni yozadi. Endi at degan xatni yoza olaysizlar. Lekin bu xatni yozgan vaqtinglarda, ya'ni bu ikkisini baş A, yolg'iz T deb o'qimaymiz. Bu so'zlarni ichiga kelgan vaqtida A'ning qaysi xil shakli bo'lsin, A deb o'qildi. T'ning qaysi xil shakli bo'lishidan qat'iy nazar T deb o'qildi. Shuning bilan bu ikkisi qo'shilib at degan xatni yasaydi va. Undan boshqa 2 ga 2ni qo'shsak qancha bo'ldi? Sizlar meni tez tepaldinglar, 4 tavatdinglar. Qaranglar, 4 degan xatda yana bosh T va yolg'iz T bor. Qaranglar, bosh T 4. Yani oxir o'ning qo'lini yasab 4 bo'ldi. Undan keyin T'ni qo'shsak 4 degan xat bo'ldi. Buningda yolg'iz T bor. Ondan keyin biz hozir 3 harfni o'tdik. Endi biz ancha-muncha so'zlarni yoza oladigan bo'ldik. Abaydan esinglardimi? At degan xatni yoza oladigan bo'ldinglar mana. Endi boshqa harflarni, boshqa so'zlarni yoza olamiz. Masalan, qaranglar. Yana biz burun o'tganlardan bosh A, yolg'iz A, oxir A. Havamizlik oxir A. Undan keyin baş A, yolg'iz A, oxir A, ramzlik oxir A. Endi bugun o'tgan harfimiz bosh T, o'ttir T, oxir T va yolg'iz T. Unda xussa. Sizlar hozir shu biz hozir 3 harfni o'rgandik. Yana bularning 4 xil shaklini qo'shgan vaqtda 12 xil shakli bilan tanishib chiqdik. Endi bular qanday so'z yasaydi? Masalan, A'ning yana qo'li va a'zolardan oxir A va hamzlik oxir A. A'ning yana oxir A va hamzlik oxir A. Endi masalan, ta degan bir xatni yozmoqchi bo'lsak, T A ta deb yozmoqchi bo'lsak, masalan, A'lar oyisi qarang va T'lar oyisi qarang. Bular qanday qo'l tutishidi? Masalan, mashqisini yozib qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Bular tam qo'l tutishib keladi desak, bu ayrim shakl bo'lib qoldi. T A bo'lib qoldi. Yani qarang. Ondan keyin masalan, ma'ni yozsak bo'lamdi, bo'lmamdi?
Bunu deyə, bular mı qol tutuşmay qaldı ya. Yaqin tursumu, lekin mənim qolu bada. Əlbəttə, bular qol tutuşu kerak. Bu mu bo'lmay qaldı? Unda olsa, qarang. Məsələn, baş T'nin sol tarafda qolu var. Axır A'nın o'ng tarafda qolu var. İkisi bu qol tutuşub qandaq oldu? Ta degan xatni yasadi. Yana bu ikkisi to'g'ri bo'ldimi? To'g'ri bo'ldi, ya. Yani o'xshashlar, ha? Yani ta degan xatni yazsak, bu ikkisidan tutashtiramiz. Bu ikkisi qo'l tutishib, ta degan xat yozsadim, yosim chiroq chiqdimi sizlarcha? Mushtaq bo'lamdi, bo'lmaydi, ha? Yani o'xshashlar bu mu bo'lmaydi? Buningda yana oxir bilan qo'l tutishdi, ha? Boshda isinglarda bo'lsin. Oxir A va oxir A bilan qo'l tutishdi, ha? Yani A va A'larni azallar ichida. Va uningdan boshqa mundaqmi tutadigan ahvollar bor. Uningdagi so'zlar qaraymiz, ha? Masalan, qanday oldida qanday so'zlar yozildi degandek. Masalan, mushtaqmi tuta oladi demoqchi-ku mana. Uningdan boshqa. Lekin yana bir-birisining yonida turib so'z yasaydigan ahvollarmi bor deysinglardimi? Yani masalan, A. Yolg'iz A bilan yolg'iz A. Yolg'iz A bilan yolg'iz T qo'shilib, yana bosh A bilan, kechiringlar. Bosh A bilan yolg'iz T qo'shilib, ot degan xatni yasadi, ha? Va shundaqla yolg'iz A bilan, bosh A bilan yolg'iz T qo'shilib, at degan xatni yasadi. Yani at degan tomoq at degandagi bir buyruq fe'l, at degan xatni yasadi. Shuna o'xshash. Uningdan boshqa yana masalan boshqa xatni yasab baqamdiq. Ta degan xatni yoza olamiz, ha? Abayda ta deganni yozgan esinglardimi? Yani bosh T bilan oxir bosh T bilan oxira qo'shilib ta bo'lgandi. Buni oldiga A'ni kelsak, ta degan xat bo'ldi, ha? Va shundaqla ta'ni yozishni o'rgangandik. Yani bosh T bilan oxirini qo'shsak, ta bo'lgandi. Buningda yana so'z yasab baqamdiq. Ta degan xatni yozamoqchi bo'lsak, buni oldiga A'ni kelsak, ta degan xat bo'ldi, ha? Bular shundoq so'z yasaydi, lekin bular so'z yasagan vaqtida bularni bosh A, bosh T oxiri deb o'qimaymiz, ha? O'xshashlar A, T, A, ta, A, ta. A, T, A, ta, A, ta. Yani 3 harfdan tuzilgan, ha? Unda bo'lsa, bugungi ta'rifimizni takrorlash mishiyada oyoqlashdi. Xo'sh, Allohga omonat, bolalarım, yaxshi o'rganish qilinglar.